Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritadi. Universitetda pedagogika, psixologiya, boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy ish, tarix, o'zbek tili va adabiyoti, xorijiy til va adabiyot, moliya va moliya texnologiyalari, buxgalteriya hisobi, soliqlar va soliqqa tortish, kompyuter injiniringi, axborot xavfsizligi, dasturiy injiniring, iqtisodiyot, bank ish yo'nalishlari bo'yicha bakalavr hamda psixologiya va iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichi mavjud. Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining bosh binosi Toshkent shahrining Chilonzor tumani Cho'ponota mahalla fuqarolar yig'ini Kichik Halqa yo'li ko'chasidagi 50-uyda, Namangan shahridagi manzili esa Namangan shahrining Oromgoh mahalla fuqarolar yig'ini Shimoliy aylanma yo'li ko'chasidagi 46-uyda joylashgan. Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universitetida o'quv mashg'ulotlari o'zbek va rus tillarida. 5000 ga yaqin talaba tahsil olayotgan Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universitetida 10 nafar davlat granti va 1 nafar maxsus stipendiya oluvchi talabalar bor. Universitetning 3 nafar talabasi O'zbekiston, 2 nafar talabasi Osiyo va 1 nafar talabasi jahon chempionidir. Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti sifatli ta'lim, zamon bilan hamnafaslik, imkoniyatlar kaliti. Aziz yoshlar, marhamat, ilmni biz bilan birga egallang.